Assalamu alaikum vatandaşlarım. Bugünkü leksiyamızı başlayımız. Leksiyada sizi gacırız. Washington'dan sözleyimiz. Tünü gün bir gün yağmur yağdı, talatızga çıkamay kaldık keçirenler. Bir gün keçik kaldık hürmetli vatandaşım. Annem şu 3 gün 4 gün işideki vaziyetten silahı bir tapşırıp öteyle. Mesela deyimiz hazırkı vaziyeti hazırkı kündü 5. ayının 14. günü. Ottari Şərqdə İsrailiya dövlət qurulğanlığının 70 yıllığını hatırlaş ve şu murasimga ülgətib Amerika Qoşma Ştatları Tel Avivdagi baş elçixanasını Yerusalim şəhəriga köçürüp keldi. Bu qaramakka belki addi işdi, yoki murakkab bir işdi. Biroq shu narsani tushunishimiz kerakki, insoniyat tarixining har qadam bosqichlari mushu davrga yetib kelganda bu ish insoniyat tarixida yuz bergan intayin zo'r voqea hisoblanadi. Bugun 14-kun O'rta Sharqda Tel Avivdan bosh elchini Yerusalim bu ko'chirish murosimi o'tkazilyapti. Bu vaziyatning bir tarafi. İkincisi vaziyatning yana bir tarafi oldimizga yetib keladigan tarafi 6 ayning 1 kuni Xudo xolisa Amerika Qo'shma Shtatlarining Tayvanda turishliq ish boshqarish o'rnining adresi yetkazish xuddi Yerusalimga. Tel Avivdan Amerika bosh elchixonasi Yerusalimga yetkazib kelgandek men shunday o'xshatish xato bo'lsin shunday o'xshatay. Tayvanda Amerika Qo'shma Shtatlarining ish boshqarish o'rni adresi yetkazdi. Adres yetkazish murosimiga Amerika Qo'shma Shtatlarining qaysi darajalik amaldor berib qatnashdi. Murosimning kayfiyati qandoq bo'ldi, ko'lami qandoq bo'ldi? Bu gaplar eng muhim gaplar qatoriga hisoblanganda, buningdan eng muhim gap Amerika Qo'shma Shtatlarining quruqliq dengizdan chiqib quruqlikda jang qilguchi askeriy qismlari bu qatim Tayvandagi ish boshqarish o'rniga Amerika Qo'shma Shtatlarining Tayvandagi ish boshqarish o'rniga o'rinlashtiriladi yo'q. Mana bu mesele, mühim meselelerinin içindeki mühim meseledir. Endi bunu koyup duraylık, asaslam şu ceryan tahlil kılımız silahı. Endi 3. vaka, bugün biz silahı bulanın ceryanını sözleyimiz. Bugünkü en ahirki netice şu oldu ki, Azeri Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti Devlet Mahkemesi'nin muavin veziri Liu He Efendi 14. günüden 15. günüden 19. günü gücü 4 gün 5 gün digidek Amerika Qo'shma Shtatlarini ziyaret kıldı. Aralıkta 5. ayının 3. 4. günleri etrafında Beijing'de ötküzülgen Amerika Qo'shma Shtatlaridan Cumhur O'rtasidagi savdo sohbeti nayta gayri bir normal ahval aslında ahırlaştı. Yakın mağlup oldu da biz silahlık siyasetsizdik. Endi bu qatim Beijing'den kelib Liu He Efendi Washington'da ötküzüldüğün söhbetin neticesi qanday. Kızığı şu ki, hazır bu söhbet başlanıştın buraya yakın söhbetten arpısında Amerika Qo'shma Shtatlarining Prezident Trump Efendi 5. ayının 13. günü Twitter'ga fikir kaldırıp 4. ayının 16. günü özü jakarlap, özü cazalaş karakterlik zərbi bəgən Amerika Qo'shma Shtatlari zərbi bəgən Jungo'nun Zhongxing isimli şirketi. Yani Jungo'nun Zhongxing pen texniki şirketini cazalagan idi. Hazır endine emelden kaldırıp, cazalaştı emelden kaldırıp Zhongxing şirketinin faaliyetlerini, normal faaliyetlerini əsl keltirishine karar kıldı. Hürmetli vatandaşım, siyaset sahası davamlıq vasıtı bilen məqsəd ordunu almıştırıp durdu. Bugün Zhongxing şirketin cazalaş vasıtı mıdır, bir vasıtı mıdır ve yaki bir məqsəd mıdır? Bunu bilgili olmaydı. Biz təhlil qılımız. Eğer vasıtı olsa, o vaxtı vasıtı bilen məqsəd birdek oldu. Bazı Allah'da vasıtı bilen məqsəd ayrılıp ketken bu bugün bana. Hazır Zhongxing şirketini cazalaş məqsəd emas. Demek o vasıtı oldu. Hoş. Onu vasıtı bolğanlığı için bugün Prezident Trump Zhongxing şirketini cazalaştı emelden kaldırıp onun normal faaliyetini əsliyə keltirishini karar kıldı dedik. Demek hazır bunu biz bir vasıta değil, muşu vasıta arkalık Prezident Trump hükümeti yetmekçi bolğan məqsəd
Zaten nima? Bu intayin zor vaqa. Nima uchun zor vaqa? Biz baştan ahir deb kelyapmiz. Hozir buning jarayoniga kirganda anglaysizlar. Deb kelyapmiz. Hozir Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Jumhur Xalq Jamhuriyati o'rtasidagi savdo tijorat masalasi bu muhim masala emas. Muhim masala boshqa yerda. Ya'ni hozirgi zamon texnikasi kim egallaydi? Hozirgi zamon texnikasi kim joriy qildirdi? Shu kelgusi dunyo iqtisodiga ta'sir ko'rsatdi va kelgusi dunyo iqtisodiga rahbarlik o'rnida turadi deb kelyapmiz. Moshundoq bir zo'r masalada bugun Prezident Trump hukumatı Jungshin sherikasini jazolashda amaldan qoldirganda o vaqtda fan texnika sohasida Jungo bilan Amerika o'rtasidagi raqobatlashishning mumkinligini amaldan qoldirdimi? Bu yerda vositami yoki nima? Maqsad degan Jungshin sherikasini amaldan qoldirish va keyin asli keltirish bu hozir maqsad emas, bir vosita bo'lib turibdi. Maqsad zodi nima? Siyosiy maqsad Amerika Qo'shma Shtatlarining maqsadi. Mayli iqtisodiy manfaat, mayli siyosiy maqsad nima ekanligini biz hozir tushunmaymiz. Hozirgi dunyoda bo'layotgan 4 turlik yoki 5 turlik ziddiyatlik aloyidaliklar yoki dunyoning navbatdagi vaziyatini belgilayotgan alohida voqealar boshqa so'zlab o'tdik. Iroq solimiga bosh elchini Amerika Qo'shma Shtatlarining bosh elchisini ko'chirib kelish. Endi 6-oyning 1-kuni Tayvanda adres yo'tkash. Amerika Qo'shma Shtatlarining ish boshqarish o'rni adres yo'tkash. Prezident Trump jakarladiki 6-oyning 13-kuni Singapurda Chavshan Demokratik Jamhuriyatining boshlig'i Kim Jong Un bilan Amerika Qo'shma Shtatlarining Prezident Trump apandi qo'l tutishib suhbatga kirdi, suhbatga o'tirdi. Endi hozir 3 masala ketdi, Iroq solim masalasi ketdi, Tayvan masalasi ketdi. Andan keyin endilikdagi navbat Chavshan masalasi bo'ttirib oldik, o'mi ketdi deyli. Endilikdagi Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Jumhur Xalq Jamhuriyati o'rtasidagi savdo talash tortish masalasi. Hozir shu 4 masala dunyoviy ziddiyatlarga, dunyoning markazi belgilab turgan bir masala bo'lgani sirtida esinglarda bak o'tgan kelishiyada so'zildik. Iron bilan Isroiliyaning o'rtasidagi harbiy ishlar, harbiy to'qinish. Shu 5 masala hozir dunyoning ziddiyatini belgilab turibdi. Bu ziddiyatlar bir-biriga giralishib kelamdi. Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Jumhur Xalq Jamhuriyati o'rtasidagi masalalar deyilganda, bu yerda birla masala, masalan, ikkili masala deyli, Jungoga munosabatlik bu siyosat masalasi. Masalan, Chavshanda yadro qurollarini tugatish yoki Chavshan yarim orolini yadrosizlashtirish bu siyosat sohasidagi masala. Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Jungo o'rtasidagi degili bo'lmaydi. Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Kim Jong Un yoki Chavshan o'rtasidagi bu siyosat sohasidagi masalalar. Jungo buning o'zi aralashyapti yoki aralashtiryapti Jungoni deyishga bo'ldi. Ikkinchisi Tayvan masalasi ham savdo tijoratga munosabatsiz holda sap holda siyosat sohasidagi masala. Demak, bu ikki masala hozir Jungo bilan Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasidagi siyosat masalasi bo'ldi. Savdo tijorat masalasi albatta bu iqtisod va savdo tijorat masalasi bo'ldi. Biroq Chavshan masalasi, Tayvan masalasi, Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Amerika o'rtasidagi siyosat masalalar o'zaro bir-biriga giralishib ketganmi yo'q? Sen masalan Chavshan masalasida yo'l qo'ysang, Jungoning o'rni shunchalikmi yo'q? Jungoning kuchi shunchalikmi yo'q? Sen Chavshan masalasida yo'l qo'ysang, men savdo masalasida sen yo'l qo'yaman deydigan ish bo'lamdi yo'q? Undaqda sen Chavshan masalasi va yoki savdo tijorat masalasida yo'l qo'ysang, men sen Tayvan masalasida yo'l qo'yaman deydigan ish bo'lamdi yo'q. Lekin vaziyatning ichida siz biz kutib turayotgan masala asosiy biz siyosatga diqqat qilyapmiz. Chunki cho'ng davlatlar o'rtasidagi masalalarda shu ziddiyatlar hal bo'ladigan, bu ziddiyatlar yoki foydasi hal bo'ladigan, yoki ziyni hal bo'ladigan, yoki yiriklish bilan keskinleşidigan ziddiyetler, yoki tinchlik o'ltirib suhbat bilan yumshaydigan ziddiyetler, kelgusida bu cho'ng davlatlar o'rtasidagi shu ziddiyetler Tibet va Uyg'ur masalasiga qanday ta'sir ko'rsatdi? Biz shu naslni so'zlab, shuni sizlar izlanyapmiz. Endi mishiya keldi, men o'ylayman, hozir Chavshan meselesi aldığımızda 6-oyning 13-kuni Singapurda o'tkazildi. Prezident Trump bilan Kim Jong Un. Bunun da Jungoning o'rni qanchalik? Hozir to'rbetlar taqozolik bilan tadqiq qilayotgan, izlanayotgan masala
Jungo kechiringlar. Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Çavuşan o'rtasidagi suhbatda Jungoning roli qanchalik? Jungoning rahbari Xi Jinping Çavuşanning rahbari Kim Jong Un bilan ikki qatim ko'rishdi. Sizlar buni ko'risizlar. Biri Beijingda ko'rishdi 3-oyning 27 kuni. Ya'ni yaqinda hozir yana Dalian'da Jungoning Dalian shahrida ko'rishdi 8-kuni. Moshundaq aytgan ikki qatim ko'rishdi. Bu yerda Xitoychada Sunzaygan deydi. Sunzaygan deganning o'zi mavjudlik tuyg'usi. Bu yerda men bor deganlik. Bu yerda men bor yoki mavjudlik tuyg'usi paydo qilish, bu yerda men bor deganlik. Bu deganlik Amerika Çavuşan o'rtasida suhbat bo'ladigan bo'lsa, bu yerda men bor. Yoki Jungoliklar ikki qatim ko'rishib, Kim Jong Un bilan shundaq dedi. Biroq suhbatga zada qanday ta'sir ko'rsatadi? Bu sizga bizga aniq emas. Bu sizga bizga aniq emas. Chunki tagi-tagsidan elib aytganda bu masala hozir bevosita Çavuşan bilan Amerika o'rtasidagi masala bo'layotdi. Ondan sonra Jungo bir taraf chiqib qoladi u degan gap. Jungo buning uchun ansirayapti. Har qanday odam, har qanday davlat o'zining manfaati uchun so'zlaydi, o'zining manfaati uchun harakat qiladi vatandoshlar. Har qanday millat ham o'zining manfaati uchun shunday bo'ladi. Masalan, bugungi Yerusalimni alaylik u yerda falastinliklar namoyish qilyapti. Yerusalimda Isroillar namoyish qilib, Amerika Qo'shma Shtatlarining prezident Trampning bu qarorini qo'llayapti. Shunaq bu ya, shunaq bo'lyapti. Endi Tayvan masalasi Jungoning manfaati va Amerika Qo'shma Shtatlarining manfaati bor. Demak, bu cho'ng-cho'ng ziddiyatlar o'rtasida oxirgi hisobda Tibetning manfaati nada, Uyg'urning manfaati nada deganni deymiz. Chunki bu yerda Jungo bilan Amerika o'rtasidagi munosabatlarda ziddiyatlarning o'zgarishi va ziddiyatlar xarakterining o'zgarishi bu davlatlarning siyosiy ta'sir ko'rsatmaydi vatandoshlar. Biz şuna deb ada jarayonga kiraylik hozir. Jarayonni ko'rib boqaylik. Jungo Amerika Saudiya urushi Xi Jinpingning ochiq dardi va prezident Trampning katta ziyofati deydi. Mavzuli xabar 5-oyning 10-kuni Dovitor betida e'lon qilindi. Xabar bundoq boshlandi. O'tgan hafta Amerika Jungo Saudiya vakillarining suhbati mag'lubiyat bilan oyoqlashdi. Amerika yuqori darajalik vakillar umiga avatgan Moliya ministri, Savdo ministri, Savdo vakili, Oqsaroy iqtisod maslahatchisi qatorliq yuqori darajalik amaldorlardan tashkillangan ummak Beijingga yetib kelib faqat 6 soatlar suhbatlashdi. Matbuotlar mundaq ko'rsatdi. Amerika savdo vakillar umiga 2-kuni 2 soatli suhbatlashdi. Pashnya qaqiblar ketib qolishdi. Universal matbuotlar 5-oyning 10-kuni bunda xabar tarqatdi. Amerika Saudiya vakillar umiga o'ltirgan aeroplan Beijing aerodromidan amdila ayrilib turishig'ila Rimmerba va Shenhua maqola e'lon qilib, maqolada Jungo Amerikaning olamchi talablarini rad qilib, Jungoning davlat manfaatini qo'g'di deb ko'rsatdi. Demak, Amerikaning olamchi talablarini Beijing rad qildi.